Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Innalloha yuhibbul mu'minal muhtarif." Alloh taolo hunarli, mehnatkash mu'minni yaxshi ko'radi. Hunarli mu'minni yaxshi ko'radi. Bekorga chiqmagan xalqimizda bir yigitga 40 hunar oz degan gap bekorga bo'lmagan. Hunarli bo'lish kerak. Ilgari bizni yosh yigitlar, o'rta yosh navqiron yigitlar imoratni poydevoridan boshlab tomigacha yopib, suvab, shu hammasini hamma yigit bilgan, to'g'rimi dodalar? Hashar bo'lgan. Tomsuvoq bo'lgan. Hammasini yigitlar bilgan shu narsani. G'isht terishni ham bilgan. Devor suvashni ham bilgan.